Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz xudo xolasa keyingi obyektimiz xudo xolasa tiklanish jarayonidamiz. Bu zdaniyamiz Asakada kottej formasini yopib beryapmiz. Mana o'rtasiga bitta xor qo'yib berdik. Xudo xolasa plantorlarni yopib, mana ikkinchi plantorimizni ham qoqib tayyor qilib qo'ydik. Mana namunali uylar tepasini yopish xizmati, undan tashqari molxona, to'yxona va katta skalatlarni ustilarini yopish xizmati. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomlarimizni qo'yib chiqamiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa bu tomoni qoldi. Xudo xolasa xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab imorat qurib, zdaniya qurib, o'ylanib o'tgan aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rasizlar.